Toshbag'ir Jabbor Razzoqov. Kuz kunlarining birida shaharning shovqin-suronli ko'chalari, ko'p qavatli uylari, dim havosidan zerikkan uch o'rtoq atrofi o'rmon bilan o'ralgan soyli qishlog'iga borib, bir dehqon hovlisiga joylashdi. Qishloqning fusunkor tabiati ularni o'ziga maftun etgan edi. Qishloq tog' yonbag'rida joylashganligi bois xush havo, sersuv, ajib bir manzilgoh bo'lib, u yerda oq qayin, archa, yovvoyi jiyda, do'lona kabi daraxtlar juda ko'p edi. Ayniqsa oq qayinning tangaday mayda-mayda yaproqchalari, do'lananing sap-sariq munchoqdek mevalari yiltillab, kishini maftun etar, tabiatning butun go'zalligi qalbga ko'chib, beixtiyor o'tloqlar zangori osmon rangiga singib, qorishib ketging keladi. Qushlarning sayrashi esa biram yoqimliki, biri qo'yib, biri xonish qiladi. Uch o'rtoq kun bo'yi tabiat qo'ynida sayr qilib, qosh qorayganda uyga qaytishdi. Jimgina ishtaha bilan ovqatlanishdi. So'ng karavotlarga cho'zilib, derazadan yulduzli osmonni kuzatgancha pinakka ketishdi. Ular ko'pdan beri bugungidek miriqib uxlashmagandi. Yangi tong mehmonlarga yanada zavqli, orombaxsh va musaffo bo'lib tuyuldi. Nonushtadan so'ng ular yana sayrga oshiqishdi. Ravshan ismli yigit uyda qoldi. Uning qalbini muzdek havo va sokinlik elitdimi, karavotga cho'zilgancha ko'zi ilindi. Biror soatlar o'tar o'tmas cho'chib uyg'ondi. Xonaga g'alati bir qush qamalib, o'zini deraza oynasiga tinimsiz urardi. Hamrohlari xonaga kirib kelishganda Ravshan o'zida yo'q xursand edi. "Qaranglar", dedi u sheriklariga. O'zi ham nomini bilmaydigan qushni ko'z-ko'z qilib. "Bir amallab ushlab oldim. Shaharga olib ketaman." Qushcha uning qo'lidan chiqishga, parvoz qilishga intilar, kimdandir najot izlardi. Ikki hamroh qushchaning g'oyatda go'zalligiga zavqlanib boqishar, Ravshan esa beparvo, fikri qushni shaharga olib ketish bilan band. "Ravshan, bu mitti jonivorni qo'yib yubor", dedi sheriklaridan biri iltimos ohangida. Odatda bunday noyob qushchalar tutqunlikni yoqtirmaydi. Tutqunlik ular uchun o'lim. Ravshan qah-qah otib kuldi. Hamrohining gapini eshitmagandek, "Qafasga solib sayratib qo'yamiz", dedi xotirjam va qushning oyog'iga ip solib karavotiga bog'lab qo'ydi. Oraga allaqanday noxushlik tushdi. Uch o'rtoq shu kecha bir-birini tanimagandek hissiz, bee'tibor yotishdi. Tong otganda ham dilga tushgan g'ashlik, o'rtadagi begonalik hissi ko'tarilmagandi. "Ravshan, tur o'rningdan, odam ham shunaqa bo'ladimi?" Zafarning qahrli ovozi yangradi. "Nega baqirasan?" Ravshan ko'zini erinibgina ochib qaradi. Qushcha polda qanotlarini yozgancha jonsiz yotardi. Uch o'rtoq bir yov quvlayotgandek zudlik bilan narsalarni yig'ishtirishga tushdi. Shu payt xonaga uy sohibining 11 yashar o'g'li Ozod choy ko'tarib kirib, mehmonlar bilan so'rashdi. Ularning yo'lga shaylanganini ko'rib, hayron bo'ldi. "Qishlog'imiz sizlarga yoqmadimi?" dedi bolalarcha soddalik bilan. Mehmonlar minnatdorchilik bildirishdi, ammo dardlari ichlarida edi. Ular xonadan chiqib, bir necha qadam yurib-yurmay, ichkaridan Ozodning chinqirig'i eshitildi. Bola qushchani hovuchida ushlagancha ularga yaqinlasharkan, yig'isi yanada zo'raydi. Har kuni derazamga kelardi. Men unga non berardim, gaplashardim. Nega o'ladi? Nega?" Ravshan gangib qolgan, uning nazarida butun qishloq yig'layotgandek edi.
U bu yerdan tezroq ketishga harakat qilar, lekin oyoqlari o'ziga bo'ysunmasdi. Ikkovlon oldinda, biri esa ancha ortda beun ketib borisharkan, bolaning ovozi quloqlari ostida yanada qattiqroq jaranglardi.